Bu sure Kur'an-ı Kerim'deki intayin ulug' bir sure. Çünkü bu sure ulug' Kur'an-ı Kerim'deki tushgan vaqt haqida xabar beradi. Shuning Allah subhanahu wa taala bizning ojizligimizni, ömrümizning qisqa ekanligini bilgan bo'lg'achqa, mana shunday fursatlarni berish orqali bandam qisqa vaqtda u fursatni ching tutish orqali ana shunday ko'p savobga erishib olsin, bir umrda qiladigan savobga erishib olsin deb mana shunday fursatlarni bergan. Qadr kechasi shunday bir kechiki, u kechada ba'zi taqdirlarimiz o'zgaradi. Men taqdirimdagi ba'zi ishlarni o'zgartsam bo'ladi. Va yoki Allohga duo qilib uzun umr ko'rsam bo'ladi. Va yoki shunga o'xshagan nurg'un ishlarda men taqdirimni bir o'zgartsam bo'ladi deydiganlar uchun fursat bir kecha. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh qarindoshlar. Biz bugun Allohning rahmati va fazli bilan Qur'on Karimninki oxirgi qisqa surlardan, ya'ni biz namozimizda ko'p o'qiydigan qisqa surlardan sur Qadrni o'qiymiz. Ya'ni inna anzalnahu fi laylatil qadri degan bu surani o'qiymiz. Bilganimizdek bu sure Qur'on Kerim'deki intayin ulug' bir sure. Çünkü bu sure ulug' Qur'on Kerim'ninki tushgan vaqt haqida xabar beradi. Va shundaqla bu sure tarixdagi va shundaqla insoniyat tarixidagi eng ulug' kecha va uning fazilati haqida xabar beradi. Shuning uchun bu sure intayin muhim va ulug' sure hisoblanadi. Unda bo'lsa biz bu surani old bilan bir o'qib o'tib, ondan keyin oyatma-oyat tushunishga tirishaylik. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر İnna anzalnahu fi leyletil qadr. Hakikaten biz Kur'an-ı Kerim'ni, yani biz okuyduğun Kur'an-ı Kerim'ni Kadir keçisinde nazil kıldık. Yani Allah subhanahu wa ta'ala bu ayet arkalı Kur'an-ı Kerim'ninki Kadir keçisinde nazil boğalıqını xabar verdi. İkinci ayet Allah subhanahu wa ta'ala ve ma adrake ma leyletul qadr. Sen Kadir keçisinin neymi ekanligini bilemsen. Biz ilgirki derslerimizi sözlep öttük. Ve ma adrake ve ma yudrike degenge o'xshagan bu xil şekildeki sen bilemse, qandaq bilse degenge o'xshagan bu xil şekildeki sual uslubi u narsaninki ulug'ligi, cho'ngligi, buyukligi, muqaddas ekanligini bildirish uchun savol qo'yildi. Va shundaqla uning buyuk ekanligini, ulug'ligini bizning aqlimizning tasavvur qilolmaydiganligiga ishorat qilish uchun mana shundaq shakldagi savol uslubi ishlatiladi degaydi. Şuna bu oyatda shuni ko'ralaymiz-ki, Qadr kechasi shundaq bir ulug' kechiki, biz u kechining ulug'ligini, muqaddasligini, buyukligini to'liq shaklda bilolmaymiz. Ammo Alloh subhanahu va taolo biz biladigan shaklda, biz tushunadigan shaklda Alloh subhanahu va taolo u kechining ulug'ligidan bizga xabar bergan. 3-oyatda Alloh subhanahu va taolo Laylatul qadri xayrun min alf shahr. Qadr kechasi 1000 kechadan ortiq bir kecha deydi. Tefsiratında biz tüyende okuyumuz. 4. ayet Allah subhanahu wa ta'ala Tenezzelul melâiketu ve ruhu fîhâ biizni rabbihim min kulli emri. Bu kişide periştire ve periştilerinin uluğu boğan Cibril aleyhisselam Allah'ın emri bilen şu yıllık takdir kılıngan türlük işler üçün düşüdü. Selamun hiye hatta metla'il fecr. O gece tan yurğanğa kadar pütülley tinç amallak buludu. Qaraydigan bolsak, bu sure faqat 5 oyatdan tarkib topgan ayet qisqa bir sure. Ammo bu qisqa sure nəhayət ulug' bir vaqadan, ulug' bir kechidan xabar beradi. Masalan, 1-oyatda Allah subhanahu wa taala inna anzalnahu fi laylatil qadr. Ulug' Qur'on Karimninki tushgan vaqtini xabar beradi. Biz haqiqatan Qur'on Karimni Qadr kechasida nazil qildik deydi. Ya'ni Allah subhanahu wa taala biz o'qigan bu Qur'on Karimni qachon nazil qilgan? Qadr kechasida nazil qilgan. Ulug' Qur'on Karim ulug' kishiga tushgan. Ya'ni insonlar ichidagi eng ulug' kishiga tushgan. Ulug' zaminda tushgan va shundaqla ulug' vaqtda tushgan. Alloh subhanahu wa taolo o'zining kitobini ana shundaq tanlab tushirgan. Qadr kechasi Qur'on Karimninki tushganlik uchun ulug' va undan boshqa nurg'un alohidligi bor. Ya'ni Qur'on tushganligidan boshqami Qadr kechasiningki alohidligi bor. Biz buni tüyende sözleyimiz. Kur'an-ı Kerim'nin Qadr kechasida nazil bo'ldi deganligi Alloh bilan, osmon bilan, insonlar zamin o'tirisidagi ulangan kecha dal Qadr kechasi deganlik bo'ladi.
Ya'ni Qadr kechasi shundoq bir ulug' kechaki osmon bilan zamin bog'langan. Alloh subhanahu va taolo insonga xitob qilishni, so'zlashni boshlagan bir kecha. Unda bo'lsa Qadr kechasida Qur'on Karim hammasi tushganmi? Va yoki tunji boshlanish tushganmi degan vaqtimizda Ibn Abbas radhiyallohu anhu mush oyatning tafsirida Alloh taolo Qur'on Karimni Lavhul Mahfuzdan dunyo osmonidagi Beytul Izzaga, Beytul Izza deydigan u yerga Qadr kechasida butun holatda bir qatimdan nozil qilgan. 30 par Qur'on Karimning hammasini Beytul Izzaga biroqlam tushirgan. Ondan keyin yuz bergan voqealarga asosan 23 yilda Qur'on Karimni bo'lak-bo'lak tafsiriy holda nozil qilgan deydi. Biz bilamiz Qur'on Karim 23 yilda nozil bo'lgan. Lekin Beytul Izzaga Lavhul Mahfuzdan hammasi birlikda Qadr kechasida nazil bo'lgan. Ishlarning yuz berishiga qarata Alloh subhanahu va taolo Qur'on Karimni parcha-parcha holda payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga Jibril alayhisalomning vasitasi orqali nazil qilgan. Demak, bu kecha shundoq bir ulug' kechaki, bu sababni Alloh subhanahu va taolo ikkinchi oyatda "Va ma adraka ma laylatul qadr" sen Laylatul Qadrning qandoq kecha ekanligini bilamsan. Ey Muhammad, ey Muhammadning ummati, bu sal qaraydigan kecha emas. Bu behuda ishlar bilan o'tkazilgan kecha emas. Hargiz o'yin tomosha bilan asla va asla o'tkazilgan kecha emas. Bu intayin bir ulug' kecha degan ishorat qilib, "Va ma adraka ma Laylatul Qadr." Qadr kechasining qandoq kecha ekanligini bilamsan. Ya'ni u kecha intayin ulug' bir kecha. Qanday ulug' kecha? 3-oyatda Alloh subhanahu va taolo Laylatul Qadri xayrun min alf shahr. Qadr kechasi 1000 oydan yaxshidir deydi. Ya'ni Qadr kechasi fazilatda, uningda qilgan amallarga beriladigan savob jihatda 1000 oydan yaxshidir deydi. 1000 oydan yaxshidir deganligi 1000 oyga barobar va yoki 1000 oydan azroq yaxshidir deganlik emas. 1000 degan bu sonni ayin davrdagi arablar tushunadigan eng yuqori son deyiladi. Ya'ni arablar 1000 degan sondan ortiq bir sonni bilmaydi deyiladi. Bu sababni Alloh subhanahu va taolo ularga ko'pni bildirish uchun 1000 oy degan bu sonni keltirgan. Amaliyotda Qadr kechasi uningdan katta bir fazilatga savobga ega deydi. Shunga arablarda masalan 1 millionni ifodalamoqchi bo'lsa, hadislarda kelgan, tarixlarda kelgan, kitoblarga qaraydigan bo'lsak, alf deb keladi. Ya'ni 1000dan 1000 deb keladi. 1000dan 1000 olsa qancha bo'ladi? 1 million bo'ladi. Ya'ni 1 million degan sonni ular bilmaydi. Bu sababni Alloh subhanahu va taolo ular biladigan tillan 1000 oydan ortiq kecha deb sifatlagan. Demak, Qadr kechasi boshqa kechaga hech qachon o'xshamaydi. U bir kechada qilgan amal ibodatlar boshqa 1000 kechada qilgan amal ibodatlardan yaxshidir va afzaldir. Demak, Alloh subhanahu va taolo mehribon Alloh subhanahu va taolo bizning ojizligimizni, o'mrimizning qisqa ekanligini bilgan bo'g'achqa mana shunday fursatlarni berish orqali bandam qisqa vaqtda u fursatni ching tutish orqali ana shunday ko'p savobga erishib olsin, bir umrda qiladigan savobga erishib olsin deb mana shunday fursatlarni bergan. 1000 oy degan taqdirimi o qanchaliga to'g'ri keladi? 83 yil 4 oyga to'g'ri keladi. 83 yil degan bir odamning, ya'ni uzun umr ko'rgan bir odamning umri o. Demak, ana shu bir kechada qilgan amal ibodatimiz 83 yil umr ko'rgan odamning amal ibodatim ortiq savobga erishtirdi deganlik bo'ladi. Demak, mana shundaq bir kechani izlamagan, u kechadagi fazilatdan mahrum qolgan kishi haqiqiy mahrum qolgan kishi. Haqiqiy mahrum qolgan, ziyon tatgan kishini ko'makchi bo'lsak, Ramazon kechalari, ya'ni Ramazonning taq kechalari behuda ishlar bilan o'tgan kishilarga qarasak bo'ladi. Ana shular eng ziyon tortquchi, yaxshilikdan mahrum qolguchi kishilar. Chunki Qadr kechasi shundaq bir kechiki, u kechada qiyomda turguchi, tarovih o'quvchi, kecha namozi o'quvchi Alloh subhanahu va taoloning afusiga erishadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisda qandaq bir odam Allohning savob berish va'dasiga ishinib, ajr savob umid qilib qiyomda tursa, Qadr kechasi u kishining ilgari gunohlari afu qilinadi deydi. Shundaqla Qadr kechasi shundaq bir kechiki, u kechada ba'zi taqdirlarimizni o'zgartiramiz. Men taqdirimdagi ba'zi ishlarni o'zgartsam bo'ladi. Va yoki Allohga duo qilib uzun umr ko'rsam bo'ladi. Va yoki shunga o'xshagan nurg'ulg'an ishlarda men taqdirimni bir o'zgartsam bo'ladi deydiganlar uchun fursat bir kecha. Chunki Qadr kechasida ba'zi taqdirlar o'zgaradi. Duoga bog'liq bo'lgan Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom ko'rsatmalarida bizga bayon qilgan ba'zi ishlarga bog'liq bo'lgan, shartlik bo'lgan ba'zi taqdirlar mana mush kechada o'zgaradi agar biz u shartlarni hozirlasak, u ishlarni qilsak. Alloh subhanahu va taolo Qur'on Karimda fiha yufraqu kullu amrin hakim, u kechada, ya'ni Qadr kechasida har bir hikmatlik ish bekitiladi deydi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo bütün taqdirlarning hammasini Lavhul Mahfuzda yozib o'tgan. Umumiy shaklda yozib o'tgan. Bu o'zgarmaydi. Ondan keyin Alloh subhanahu va taolo har yili mana shu Qadr kechasida taqdirlarni farishtalarga taqdirdi. Bekitdi. Qildigan ishlarni bekitdi. Qur'on tarjimoni bo'lgan Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhu mundaq deydi: Qadr kechasi barliq ishlar, yani Allah subhanahu wa ta'ala ma'lum hikmetler bilan bekitgan barliq ishlar shu yillik barliq planlar ayrılib bekitildigan kechidir. Yani dunyoda shu kechidan boshlab kelgusi yilninki oshkunguch bo'lgan yuz beradigan barliq voqealar, o'lim, yetim, sog'lomlik, kasallik, nomrodlik, boylik va boshqa barliq o'zgarishlar ahvollarning hammasi Qadr kechasida taqsim qilinadi deydi.
Demek biz Kadir kechasida ana shunday taqsim qilinib bekitishni ilgari payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom degandek sili rahim qilsak, urug' tuqqanlarimizga yaxshilik qilsak, payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom degandek ömrimizni uzartishning bir fursati. Chunki payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom qandaq bir odam ömrining uzun bo'lishini xohlasa, tuqqanlarga sili rahim qilsin dedi. Demak, mana shunday taqdirlar bor. Ba'zi ishlar bog'liq bo'lgan. Bu bog'liq bo'lgan, shartlik bo'lgan taqdirlar mana shu Qadr kechasida agar biz shu shartlarni hozirlasak va agar payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom degandek duo qilsak, shu kechada bizning taqdirimiz o'zgaradi. Mesela Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam yeni bir hadiste takdirini fakat dualam özgertelaydı, qaytıralaydı deydi. Demek qandaq takdirini özgertelaydı? Del ana şundaq bağlıq bo'lgan. Mesela Allah Subhanahu wa taala bizning taqdirimizga palani vaqtda kesel bo'lish, palani vaqtda mundaq ish bo'lish deganga o'xshash taqdirlarni yozdi. Lekin buni shartlik taqdir qilib qo'ygan bo'lsa Allah Subhanahu wa taala agar ma bandam duo qilsa va yoki ma bandam harom ishni o'zini tartsa mundaq bo'ladi deb biz Qadr kechasida duo qilsak, shu yo'lda bekitiladigan taqdirlar bekitilgan vaqtida bizning taqdirimiz biz duo qilgan bo'yicha o'zgarib bekitiladi. Shuning uchun Qadr kechasi u yillik ishlar tarqitiladi, yillik ishlar bekitiladi, duo bilan, yaxshilik bilan, sil rahmi bilan taqdirimizni o'zgartish fursati bo'lgan bir kecha. Şuna asla ve asla sel qarashqa bo'lmaydigan bir kecha. Xo'sh, unda bo'lsa, Qadr kechasi qachon bo'ladi? Bu qaysi kecha? Hammamiz bilamiz, Qadr kechasi Ramazondagi ma'lum bir kecha. Ramazonning ichidagi qaysi kecha? Ramazonning ichidagi oxirgi 10ninki ma'lum bir kechasi. Bu sababdan payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Ramazonning oxirgi 10 kunda boshqa kunga o'xshamaydigan shaklda ibodatda tirishchanlik ko'rsatdi. Ayollarni uyg'otdi, ajoyib tirishchanlik ko'rsatdi. Nima uchun? Qadr kechasi har bir kecha bo'lib qolishi mumkin. Ramazonning oxirgi 10 kunninki birisida. Hatto ayollardan ayrılıp mustahkam ibadette turadi. Ondan başka Qadr kechasi Ramazonning oxirgi 10 kechasining ichidami taq kunlarida bo'lish ehtimoli intayin yuqori. Bu haqda Hazrat Aisha radhiyallohu anhadan rivoyat qilingan hadisda payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Qadr kechasini Ramazonning oxirgi 10 kunning taq kechalaridan izdanlar. Demek Ramazan'ın ahirki 10 kechalarini uxlamay o'tkazsak, inşallah çoxum biz Qadr kechasini topamiz. 10 kechasining hammasida uxlamay o'tkazolmasakmi, çoxum taq kunlarini, taq kechalarini asla va asla qo'ldan bermasligimiz kerak. Agar Ramazan'ın ahirki 10 kunning kechalaridagi taq kechalarda turolmasak, shu taq kechalar ichidan 3 kechani asla va asla qo'ldan bermasligimiz kerak. Bu qaysi? Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bu haqda mundaq deydi. Men sizlarga Qadr kechasi haqida xabar berish uchun chiqqan edim. Musulmonlardan palani va palani tartish qilganligi uchun buning ilmi mendan ko'tarilib ketdi. Bundaq bo'lishi sizlar uchun texmi yaxshi. Bu kechani sizlar oxirgi 10 kunning 5, 7 va 9 kechalaridan izdanglar degan. Ya'ni Ramazonning oxirgi 10 kunninki 25, 27 va 29 kuni bo'lish ehtimoli texmi kuchli. Bu 3 kecha ichidami 27 kechasi bo'lishi texmi ehtimolga yaqin. Sahobalar bu haqda 27 kechasi bo'lishi texmi kuchli degan. Xo'sh, unda bo'lsa Qadr kechasining alomati bormi? Masalan, boshqa bir o'zgarishlar bo'lamdi degan vaqtda payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning hadisida kelishicha, Qadr kechasining ertesida ba'zi bir alomatlar bo'ladi. Bu alomatlardan qaysi degan vaqtda ertesi kunninki nursiz oppoq chiqishidir. Ya'ni nursiz holatda kun chiqishi mana bu Qadr kechasining bir alomati. Qadr kechasining yana bir ulug'ligi bo'lsa nada desanglar, Qadr kechasida farishtalarning eng ulug'i bo'lgan Jibril alayhissalom tushadi. Hatto zamin ustida farishtalarning soni toshning soni ko'p bo'ladi deydi. Masalan qaraydigan bo'lsak, Alloh subhanahu va taolo sura Qadrning 4-oyatida bunun xabar berib, "Tanazzalul malaikatu var ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr." Farishtalar va Jibril u kechada Parvardigorning amri bilan, ya'ni shu yillik taqdir qilingan turli ishlar uchun tushadi. Endi biz bu kechani haqiqiy shaklda bir tasavvur qilib baqsak, osmonning eshiklari ochilgan, farishtalarning hammasi tushgan. Bu ajoyib bir manzara bu. Farishtalar shu darajada ko'p bo'lib ketadi-ki, zamindagi ushaq toshlardan ko'p bo'ladi deydi. Biz ko'maymiz. Biz bilmaymiz, ammo ular ana shundaq ko'p bo'ladi. Bu vaqtda payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Qadr kechasi Ramazonning 27 yoki 29 kechasidir. Shu kechasi yer yuzidagi farishtalarning soni ushaq toshlarning sonidan ko'p bo'ladi deydi. 5-oyatda Alloh subhanahu va taolo salamun hiya hatta matla'il fajr deyish orqali Qadr kechasiningki yana bir ulug'liq alomatidan xabar berdi. Ya'ni u kecha tong yurg'anga qadar butunlay tinch amonlik bo'ladi. Ya'ni u kechada tinch amonlikdan iborat bo'ladi deydi. Ya'ni bu kecha barliq ofat va yomonliklardan xoli bo'lgan, xayr barakatlik, omonlik va tinchlik kechasidir. Va shundaqla tengdish yo'q, mana shundaq ulug' bir kechadir. Xo'sh, unda bo'lsa, mana shunda Qur'on Karim nozil bo'lgan, 1000 oydan ortiq bo'lgan, farishtalar ana shunda zo'r darajada ko'p tushadigan, tong yurg'anga qadar butunlay tinchlik bo'ladigan bu kechada nima ish qilamiz? Eng ulug' ibodat qaysi? Birinchisi qiyamul layl, kechada namoz o'qish, tarovih o'qish. Mana bu eng ulug' ibodat. Chunki yuqorida o'tganimizdek payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom qanday bir kishi Qadr kechasida Allohdan savob umid qilib, Allohning savob berishiga ishonib, va'dasiga ishonib turadi ekan, uning ilgirki gunohlarini hammasi afv qilinadi deydi. İkincisi bo'lsa
dua. Hazreti Ayşe radhiyallohu anha so'radi: "Ey Rasululloh, agar men Qadr kechasini topsam, Qadr kechasida bo'lib qolsam, nima deyman?" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degin: "Allohumma innaka afuvun tuhibbul affa fa'fu anni." Ey Allah, sen haqiqatan kechirim qilguvchisan, kechirishni yaxshi ko'rasan, meni kechirayotgin deb bu duoni deganda shu duoni o'gitib qo'ydi. Demak, Qadr kechasida qilinadigan maxsus duo mana shu. Uningdan boshqa turli xohlagan duolarni qilsak bo'ladi. Allohdan so'raydigan savollarimizning hammasini so'rasak bo'ladi. Üçüncüsü, yani en ulug' ibadat bo'lsa Qur'on Karim. Demişqa Qadr kechasi Qur'on Karim nozil bo'lgan kecha bo'lg'achqa Qur'on o'qish intayin ulug' ibodat hisoblanadi. Albatta Qur'on o'qish va tafakkur qilish. Undan boshqa xohlagan yaxshi ishlar olamdi, hatto sadiq olamdi. Qanday yaxshi bo'lsa qilsak, boshqa kecha qaraganda 1000 oydan ortiqroq shu ishni qilganning savobini olamiz. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ulug' Ramazon oyida Qadr kechasini topqini nasib qilsin va buningga muyassar qilsin. Hargizmi bu kechani behuda ishlar bilan o'tkazadigan, gap so'zlar bilan, chaqchaqlar bilan, quruq paranglar bilan o'tkazadigan bundaq mahrum kishilarning qatoridan qilmasin. Bu surning muhim nuqtalari bo'lsa, Qadr kechasining ulug'ligiga merkezleşken. Qadr kechasi asla ve asla sal qaraydigan kecha emas. U osmon bilan yerni tutashtirgan, bog'lagan bir kecha. U taqdirlar o'zgartiriladigan, taqdirlar bekitiladigan kecha. U Qur'on Karim nozil bo'lgan kecha. U farishtalar tushadigan kecha. U tong atgan qadar tinchlik hukm suradigan bir kecha. Alloh subhanahu va taolo hammamizni bu kechaga muyassar qilsin. Va axiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin.